Harakatda baraka bor deyishadi, to'g'rimi? Shuning uchun harakat qiling va Vodiy House kanalimizdan shunday joy topib biznesingizni boshlang. Katta yo'l bo'yida joylashgan tayyor holatdagi joyni ijaraga berishmoqchi. Umumiy maydoni 270 kvadrat metr. Ichida bitta katta zal, bitta alohida ofis xonasi va bitta sanuzeli bor. Shift balandligi esa 3,5 metr. Demak, havosi keng, imkoniyati esa yanada katta. Remont holati yaxshi, hamma narsa tayyor. Elektr, suv, kanalizatsiya hammasi yetarli. Joyning o'zi esa ideal, ya'ni doim odam qatnaydigan, savdo jonli bo'lgan nuqta. Bu joyni istasangiz ombor, istasangiz ofis, istasangiz avtoservis yoki avtozapchas, skuter yoki velosiped do'koni yoki eng zo'r avtosalon sifatida ishlatish mumkin. Har bir yo'nalishda ham joyning lokatsiyasi sizga ish yuritishda qulaylik beradi. Old tomondagi keng joy mashina to'xtashi yoki yuk tushirish uchun juda mos ekan. Ijara uzoq muddatga beriladi. Narxiga egalari oyiga $900 deb so'rashyapti. Vodiy House'dan chiqdim desangiz, albatta kelishtirib berishadi. Manzil esa Qo'qon shahar Mastona bozor Peres oldida. Egalarini raqamlarini shundoqqina ekraningizda qoldirdik. Bog'lanib bemalol baraka qilaverasiz. Bu videoni esa yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmang.